Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Sheriyada ham Asr avtosalonida Tiggo 7 Pro avtomashinasini obzor qilib o'tamiz. Birinchi navbatda oldingi qismdan boshlaymiz. Bu Tiggo 7 Pro 2026-yil reselling varianti. Faralari LED optika bo'ladi. Motori 1.5 turbina, 140 ta o't kuchiga ega, 4 ta porsionli motor bo'ladi aka. MPI motor. Xo'sh. Diska razmerlarda 18 razmerda bo'ladi. Oq, qora, qanaqa rang bo'lsa, hammasi jemchuk rangda bo'ladi aka. Bezkulchoy do'stlar bor, panoramli lyuk. Salonning ichki qismi 100% ekokojadan ishlangan, ya'ni chiqol taqib o'tirmaysiz mashinaga. 4 ta sidenada ham, rulda ham, lobovoyda ham abagreftlar mavjud. Ya'ni lobovoyda spiral ham qo'yilgan. Xo'sh. Pomissiyalarga kelib o'tadigan bo'lsak, mashinani shofyor tomonidan 3 ta pomissiyasi bor. 3 ta pomissiyalar qo'yilgan, multimedia rul, katta splashnoy ekran, xo'sh, barada xonadonligi ham mavjud, avtohol, elektronli ruchnik, besprovodnoy zaryadniklar ham mavjud, cruise control rulda joylashgan, abagreftni ham ruldan yoqsangiz bo'ladi. 360 gradus kameralar ham qo'yilgan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, xo'sh, bagaj ham anchagina katta siqimga ega. Bagajga masalan birinchi, ikkinchi qator qilib bu yerda 5 kilogacha narsalarni ko'tarib bo'ladi. Biron dokument masalan bolalar narsasini buni tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zini mana shu narsalarni qo'yishga mashinaning zapaskasi. 4 tala oynada bagajida diska rejimlari mavjud. Ya'ni mashinani yopgan vaqtda sizni qisib qolmaydi. Aytib tepaga ko'taradi. Bu mashinaning ikkinchi qatori. Orqa tomoniga ham abagreflar qo'yilgan, orqa tomon uchun deflektorlar qo'yilgan, USB kabel qo'yilgan podzaryadnik joylari mavjud. Bemalol orqa tomoniga ham 3 ta kishi sig'a oladi. Mashinamizning ancha bag'ri keng. Barlari bor o'rtada. Oilaviy ro'zg'or bo'lib, komfort mashina 5 kishilik. Xo'sh, mashinaning orqasiga bitta o'zim o'tirib ko'rsaman. Bo'yim 1.90, bemalol yetyapti. Boshim ham qisilgani yo'q, oyog'im ham qisilgani yo'q. Bu yerda barga ham bemalol qo'limni qo'yib o'tirib olaman. Deflektor, 100% ekokoja. Sizlar uchun komfort avtomashina, oilaviy ro'zg'or bo'lib. Xo'sh, yana bitta funksiyasi bor mashinada bezkulchoy do'stlar ham mavjud, sensorli. Pomissiyalar mavjud, mashinada o'z razma bo'ladi. Start-stop hammasi mavjud, rulda abagref, cruise control, 100% sarpetkalargacha koja avtomashinamiz. Bemalol oilaviy komfort avtomashina. Barida xonadonliklari, pasvetkalari bor, bularning o'zida ham. Svetofor uchun avtohollari, besprovodnoy zaryadniklari, buni masalan yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana endi pad kapotni nazar solamiz. Mashinaning motori, kapotning tayi 140 ta o't kuchi, 1.5 turbina MPI motor, motori polniy nemetskiy bo'ladi. O'shani inobatga olib, Chery'ning motorlarini Chery'dan tashqari qolgan 2 ta, 3 ta kamiga brendlarga ham Chery'ning motorini qo'yishadi. Motor uchun ham 5 yil garantiyamiz mavjud. Motorning ichki qismini o'zi ko'rsatib o'taman sizlarga. 4 ta porsionli motorimiz, 1.5 turbina. Yana bitta eng qiziq tomoni 2026-yil Tiggo 7 Pro'larni korobkasi variator emas, robot bo'lib ishlab chiqarilyapti. Hozir mashinani olish uchun to'lov usullari avtokreditga 25% boshlang'ichdan boshlandi. Rassrochkamiz ham bu, rassrochkada 30% boshlang'ichdan boshlandi. Ramazon oyi uchun mashinaga, ya'ni tan narxi 345 million so'm bo'lsa,
minus 25 million so'm chegirmasi ham mavjud. Ya'ni mashinaning tan narxini avtokredit va naqd pulga olsangiz agar 320 million so'mga chiqarib beramiz. Adresimiz bilan qiziqqanlarga kommentariyga plyus deb qoldiring. Adresimni tashlab beramiz va menejerlarimiz bilan bog'lanishadi.